Atigi 3 oyda telefoningiz orqali pul topishga tayyormisiz? Yozni yana bekor o'tkazmoqchimisiz? Yoki hayotingizni bu safar o'zgartirasizmi? Har yoz oxirida o'zingizga savol berasiz. 1 yil o'tdi, lekin natija yo'q. iFragrance o'quv markazida SMM kurslariga start berildi. Ushbu 3 oyda siz brendlar uchun kontent reja tuzishni, ssenariy yozishni va target reklama yoqishni, mobilografiya orqali sifatli kontent tayyorlashni o'rganasiz. Kursni tugatgach, bizning Diptersoft SMM agentligimizda real loyihalar asosida amaliyot o'tab, ish tajribasiga ega bo'lasiz va daromad sari birinchi qadam tashlaysiz. SMM sohasiga qiziqasizmi? Lekin bu nimaligini, qanday daromad keltirishligini bilmayapsizmi? Unda siz uchun ajoyib yangilik. 20-iyun kuni iFragrance o'quv markazida SMM sohasi bo'yicha bepul seminar o'tkazilmoqda. Bu seminarda SMM nimaligi, bozorni analiz qilish, daromadni qanday ko'paytirish sirlarini bilib olasiz. Ro'yxatdan o'tish uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Joylar soni cheklangan. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Bugunoq harakat qiling.